novostroyka qilish kerak. Novostroyka dom qurish kerak. Bo'ldi, quramiz. Biz ustani bo'lib любой narsa quramiz. Bu shayfani oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi dom qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramiz-da. Ko'pchilik shuna qilyapti-ku o'zi. Ha, to'g'ri lekin. Menga qara. Dom qura olamizmi o'zi? Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonada qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan, Ganduras? Ha, ko'ylayapman. Ha, tuprog'i menga tushyapti-ku. Ha, nima qilay unda men hozir? Bu yoqdan kovla. Ha, bu yoqdan kovlash kerak. Ha, bor. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik kalla ishlamayapti. Damaydi. Qachon bitadi? Ha, mana katlavan ishlar bo'lyapti hozir. Ha, uylangan oti nima? Oting nima edi? Tavakkal. Ha, Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon. Zilzilaga kim bilmaydimi? Конечно, 9 balgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila biladi-ku. O'shaning balini kim qo'yadi? Hakamlar hayat qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajgalka bilan yo'qasanda, paqirning ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavan tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma tez tiq. Oldinga keking. Bo'ldi. Chotki! Zajgalka qani? Paqirga tiqdim. Dinamit top keldingmi? Ha, nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara, nima bo'lishini. Qara! Bizning uy nechinchi etaj? 34-etaj. 34-etaji kecha sotmaganmidi? 5 ta odamga sotdi. Mashka. Bu uylaringizni kadastri chiqdimi? Kadastr chiqdimi? Kadastr bilmaydi. Tilla menimcha. Ay yo'q, yerdan nima chiqsa sizlarniki degandingiz-ku, kadastr chiqsa bizniki bo'ladi. Hey dada, bularingiz g'irt mashinnik-ku. Undan ko'ra Sergeli Qumariqdagi Tavrabdan olsangiz bo'lardi-ku shu uyni. Yonida aeroport bilan metro ham bor. Yo'q-ey? Ha, remonti ham tayyor, kadastri ham bor. Shundoq kirib yashardik dada. O'lim pulim yetmaydi-da. Dada, boshlang'ich 25-30% pulini to'laymiz. Yetmagan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yurardik. Uyni ham nomingizga sirazi o'tkazib berardi. Nima bo'ladi o'zi? Jetdimi? Tavakkal, kadastr chiqdi-yu. Aka, kadastr olmaysizlarmi? Kadastr? Biz kadastr olmaymiz, tilla olamiz. Bizda kadastr bor edi-da. Oling. Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sanaq qilaman deb oluvdi. Ya o'zingni unaqa yo'q bola. Ana qildim-da. Mayli iftorlik kamlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qittir qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turlaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, ana nima qilamiz shunda? Ya hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga ana qilmadingiz-ku. Ya men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha ana qilaylik dedim. Ana nima qilding? Ana uni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni unaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, unaqasi bor, unaqasidan qilsa unaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni unaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni unaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashiyosida unaqa qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina unaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar ana qo'yla edinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni, anungizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anunimdan ketmasan. Bitta urib anuningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsa. 2
Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il! Qayerdan bildingsan o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Sadosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir topa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishini ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor lekin o'zingda ko'rsatamiz. Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jiguliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilib olsa bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor-ku. Mana sherimga kelib keta qo'yaman. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsin Manchesterga. Bu bo'ladigan sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim deb silkiladi. Ya onani qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patending. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi buni noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, tozadir. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjola to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'z rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y qo'y. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'ilman mana deb. Ya oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu go'lingni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qovurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dimangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Pasti. Qaching? Sadaqama manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qolibsiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikozga dori oluvdim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firulloh. Bugun seni kuning silkilar. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning silkilar. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Ya senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni Ranni Brannervoronniy qilib olganman. Nimalar bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Ya malades, zo'r ish qilsan bolam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi.
Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklaridan ko'rsatmaymas ekansiz, Ya joyga bitta zo'r chiqadi lekin. Zay, debinga yo'bishda. Nima yoqadi sanga? Rangi ro'ying yoqadi. Беспроводной endi figurang yoqadi. Keyin shu turmushing yoqadi, endi uying yoqadi. Vnutring yoqadi, ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, muy pupsik. Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Jirtillashini ona. O, menga qara. Qachon o'ladi bu kelin? Men ham shuni kutib o'tiraman. Tezroq o'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deb olmaysan-da. Mana shuni ber, nasmet o'ladi. Ayjan dadajon, idите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat, men raftem уже. Raftem. Tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Мы пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пить. А это что? Это самогон. Самогон. Пить, осальчам. Что чились? Bo'ldi. Uy meniki bo'ldi. Pam! Ya. Альтату. Men aktrisa bo'lganman. Yo'q, hingirlab bo'l. Baba Yaga. O'lmas Kashey. Tualetga ketmayapti. 6 sekund. 1 minut hozir. Qani kir, qani dog', Bavina, ol shundoq. Bavina, ol shundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu bavi bo'lib ketdi. Tavba qildim. Пупсик, O, дорогой. пупсик. Это то. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, mama. What? Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твой папа. Ты третий личный. Подожди, ты третий личный. Подожди. Это дом мое. Дом мое. Дом мое, ё-моё. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю.